Bu yerda nima bordi? Ha? Odil bilan Umar ikkisi dars takrorlab o'tibdi-da. Buni yezuvitaydi. Bu ikkisi har ishni bilib qiladi desa, bir tuqqandagi ejilini o'tidi taxi, odamning ichini qizitib. Bu darsning oxirida undan yana bir Yaxshimisizlar? Hajab qo'rqityapti-ku. Meni nima aranglarga elvininglar-chu, kiraymi? Ha? Kirib popsan-ku mana. Bizdan ruxsat so'ramayla, bedaningdan burun ko'zing kirib popdi. İslam dini bizni marlaştın tosqan, öyləgi işikdən kirişki buyurğan, öy igisinin ruxsatını almayla üsüp kirişdin, çəkligən. Ahoy! Lay. İşten kirdim ana. Endi aranglarga alamsizlar. Tuqqanlardek, do'stlardek o'tayli, birga dastakra qilayli. Endi qo'y kirsam bo'lar do'stlar. Bizning birga takrar qilib, birga o'ynag'imiz bor edi. Ammo bizning aramizga yangi odam qo'shqimiz yo'q. Bo'libmi sendek bekor lag'aylab yurdik Allahni. Bekorchilikdan foyda chiqmaydi. Sen kundili o'ynab yuraysan. Dars takrorlig'ingni ko'rmaymiz. Uning ustiga sening yaxshi o'qig'ingni faqat ko'rmayotimiz. Bir aqidim bo'lsa-mu a'lochi bo'lamiding. Bizni ayrim dars takrorlig'ini qo'yg'in do'stim. Ma'qulmi? Biz takror qilaylik. Atda maktabda ko'rishaylik Bakir. Meni yaratmadi. O seni ko'zga ilmabdi. Intiqomingni olmasang bo'lmog'idek, bildingmi? Ha? Qandoq olaman? Intiqom ilishning eng yaxshi usuli bo'lsa, ikkisining do'stligini buzish. Shundoq qilsam ikkisi birga dars takror qilolmaydi. A'lochimi bo'lamaydi. Musulmonlar orasiga bilgunchilik selish haram. Bo'libmi, hech kimga yomonligi yo'q. U ikkisining orasiga. Acaba o ikkisining qilg'ini harom emasmi? Ha? Bakir birga takror qilayli desa, ariga olmabdi-ku. Buni nima deymiz? Haram emas. O degan ularning shaxsiy erkinligi. Kim bilan do'st bo'ladi, uyiga kimni boshlaydi, kim bilan aralashadi, hammasi o'zining ixtiyoridagi ishlar. Deganlaring to'g'ri, ammo ularning Bakirni ariga olmaganligini aqlayolmaysan. Bakirni kamsitibdi, uning qo'pollik qilibdi texi. Qandoq qilsa bo'ladi? Uningga qo'pollik qilmay, chiroylicha rad qilsa bo'ladi emasmi? Ha? Deb baqa. Ularni nimashqa kechirib o'tmaysizlar? Chiroyliqcha rad qilmabdi deblar ikkisining do'stligini g'ayvat bilan buzsa, qandoq bo'ladi? Sen Ömerni faqat tushunmaydi ekansan. Do'stim turib shundoq deydi-mi? Yana bir muncha yomon gapni qilgandi taxi. Bo'ldi, bugundan boshlab uningda munosabatni uzdim. Odilning sen to'g'riliq nima deganligini bilamsan, Ömer. Hey, buningga nima degulik? U seni aldabda emasmi? Odil shundoq debdimi? O'tgan qadamni qo'yishdan kelsa. Bo'ldi, mening uningdek do'stim yo'q. Do'stim yo'q. Ha, yaxshi bo'ldi, yaxshi. Ha, ota. Otmonsa. To'xim egizroq ota. Ha, yaxshi. To'liq shundoq ota. Ha, bo'ldi. Yaxshi. Ota. Qandaq, mening planim ishga yaradimi, ha? Qadinas do'stlar bir-biriga dushman bo'lib ketdi mana. Ikkisi qiydishib yurgida ish qo'y bo'ldi. Darsdimi chekinib ketdim ona. Men bundoq bo'lishni faqat o'ylab boqmagan edim. Sen shundoq bo'lishni orzu qilatding-ku. Ammo men bu jo'la bo'lib ketar deb o'ylab boqmabdi ekanman. Hammaga men sababchi, vijdonimga yuz kelamayaptiman emasmi? Vijdon azobingdan qutuladigan fursat keldi, Bekir. Qandoq qilaman? Ikkisiga haqiqiy ahvolni aytqin. Undoq bo'lsa, yana berib kechirim so'rasam, yana ishlayman ekanda. Shundoq qilsam bo'ladimi? Unda qilsang bo'lmaydi, Bakir. Nemishqa? Unda qilsang maktabda kayningdan chiqimchi deb noming chiqib qoladi shu. Sen chiqimchi otilasan. Bildingmi? Vijdon azobidan qutulsam-la bo'ldi. Hech kim seni ariga olmaydi, senga ishonmaydi. Buni bildingmi, Bakir? Yolg'iz qolasan. Undoq qilsa mayli.
Tuzaqdagi azobdan yenik emasmi? Chiqimchi jannatga kirolmasmish. Meni ishtiryotidi. Yana ishtirib baqaqini. Ishtirib baqa. Qandoq qilolayding? Hep heli bekajimi? Hammasi meni kasoftim. Endi qanday qilsam bo'lar? Payg'ambar alayhissalom mundaq degan. Sallallohu alayhi va sallam. Bandalarning eng nochiri kishilar orasida chiqimchilik qilib, do'stlarning orasini oriydigan kishidir. La havla va la quvvata illa billah. Alloh taolo kishilar orasida chiqimchilik qiladigan Valid ibn Mughirani sifatlab mundaq degan. Qasamxo'rga itoat qilmaganki, u pas, g'ayvatxo'r, suxanchidir. Savodashlar, meni kechiringlar. Men xato qilibman. Ikkinchi chaqimchilik qilmasang ondan kechiramiz. Shundoq, bundan keyin chaqimchilik qilmasang seni kechiramiz. Endi unda qilmayman. Alloh taolo mening musulmonlarning gunohlarimizni kechirsin. Ikkinglarni asli to'g'ri qilmagan. U qandoqsiga, muallim? Birinchidan uni oranglarga ammay qo'pol muomala qildinglar. Savodishinglarni chatga qoqdinglar. Qandoqsiga to'g'ri qilmagan bo'lamiz. Sizlar bo'lsanglar Bakirning deganlarini tekshirib boqmayli ishinib yomonlashib qoldinglar. Deganim to'g'rimi xato, ha? To'g'ri, shundoq qilgan edik. Bir-birimizning ustida yomon gumonda bo'lsak bo'lmaydi. Anglagan so'zlarni tekshirib beqish kerak. Tekshirib aniqlangandan keyin ondan bir narsa deyishsanglarmi kechikmaysizlar emasmi? Shundoq qilgan bo'lsak, aldanganimizni bilalaymiz-kan, aramizda bu ishlarni yuz bermagan bo'ladi ekan-tuq.